Narspa? O'zingiz ko'rmaz qilib o'tiribsizmi? Men bu kabachkilar qachondan beri turibdi. Uyat lekin. Shundan ham bir narsa pishirib yubormadingiz. So'rishini kutyapsizmi? Kechadan beri turibdi. Uzr bolam ko'rmay qopma. Kabachkini yaxshilab yuvib, mana shunaqa qalinlikda kesib olamiz. Idishga bo'shatib, buni hozir ozgina tuz sepib, yog'lab qo'yamiz. Tuz sepib aralashtiramiz. Ozgina yog' ham sovuramiz-da. Kabachkini protinga terib olamiz. Duxovkaga tiqaramiz. Bir 10 minut 15 minut ichida pishadi, xudo xolisa. Kabachkilarim pishguncha sousini tayyorlab olamiz. Menga tvorojniy sir keladi, ya'ni labne. Menda ozgina zelen nabor, ko'k piyoz, kashnich, 2 dona rayhon bay. Mayda to'rab olamiz. Ozgina murch, achchiq bo'lishi uchun ozgina maydalangan qalampir. Har doimgidek yo bez gaz suv, yo qaynab sovigan suv. Yaxshilab aralashtiramiz. Kabachkilarim pishdi. Endi buni hozir ozgina sovutamiz. Endi sousimizni solamiz. Sekin-sekin titib tashlamasdan akkuratniy aralashtiramiz. Chunki kabachki nежный bo'ladi-da, nежный. Ha, Nargis, mana turdi. Tayyor salat bo'pti-yu, ha? Shu вообще rostdan ham zo'r chiqdi, yaxshi ham borsan. Tamdek bitta baqirganingga qara, shunaqa ajoyib narsa bo'ldi. Ko'rinishi вообще zo'r. Hozir buni endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oh. Voy. Voy. Buni. Pishmasan, qarimasan, gap eshitishdan ilgari hamma narsani tayyorlab qo'ysang bo'lmaydimi degandilar oyimlar. Mana qaranglar, bu yoqda ovqat, bu yoqda salat, azizlarim, menga osh bo'lsin. Sizlarga ham osh bo'lsin. Nima qilib kutib olamiz biz? Qaranglar, bular Manta xonimlar kirib ketyapti. Sizlarni hammanglarni kutamiz. Osh bo'lsin. Faqat ekranda tomosha qilmanglar, buni asalligini qaranglar. Nargiz xonimda ajoyib o'ramalar bor. Hammanglarni kutamiz. Bog'ramon 29 yoki Shuhrat chorrahasida. Osh bo'lsin azizlarim.